Cobalt mashinasini olib qoldik. Bu mashinaga oldi orqa parkto'rga o'rnatib beramiz. Buning uchun bamperni to'g'ri o'lchab teshib olamiz. Ideal qilib teshib oldik. Ko'rishingiz mumkin parkto'rimiz qanaqa holatda ko'rinishini. Xuddi zavoddan qo'yilgandek. Endi ishlashini tekshiramiz. Parkto'rning ekranida qancha masofa qolganini ko'rsatib turadi. P yozuv chiqqandan keyin to'xtash kerak. Shunda ham 30 sm joy qoladi. Mashina orqaga harakatlanishni boshlaganda monitorimiz yoqiladi. Parkto'rning ekranida qancha masofa qolganini ko'rsatib turadi. Bu mashinaga yana Starline signalizatsiyasini qo'yib berdik. Mashinani yopgan payt 4 ta oynasini ko'taradi, bakoylar yopiladi, zavodskiy kaltdan ishlaydi. Telefondan dunyoni xohlagan joydan ochib, yopib zavod qilsak bo'ladi. Salonchida qilib bergan ishlarimiz. O'zini zavodskiy ruliga multimedia, cruise control upravleniya qilib berganmiz. Malibu Start Stop qilib berganmiz. Tormoz bosib, knopkani bosgan paytda mashina zavod bo'ladi. Bakoylar o'zi avtomatik ochiladi. Neonline antiradar video registrator, Silverstone antiradar video registrator, TS va TS oldi kamerasini o'rnatib berdik. TS Tour Pro. Signalizatsiya orqali qilib berdik. Mashina skorostda ketayotgan paytda avariyasini qisqa bossak 3 marta yonib o'chadi. Rahmat funksiyasi. Center zamokka ochish knopkasini 2 sekund bosib tursak bagaj ochiladi. Kimga shunaqa premium xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.